Dada, sizga nima bo'ldi? Siz tezda qon tahlillalarini topshirishingiz kerak. Ranging muncha yoqarib ketdi. Mazang yo'qmi? Kerak bo'lar ekanmiz-ku, ha? O'z otam bo'la turib meni hech ham tushunmadingiz-a. Sizlar yaxshi ko'rgan eng shirin tortni olib kelaman, hop qizim. Xo'p bo'ladi. Sen dadangni yaxshi ko'rasanmi? Ha, juda ham yaxshi ko'raman. Opa, biz yana yetim bo'lib qoldikmi? Endi oyimiz ham, dadamiz ham yo'qlar. Yo'q, unaqa dema. Ular borlar. Ular hamisha bizning yuragimizda yashaydilar. Qara, men kecha kechqurun mana bu ikkita tumorni tikdim. Buning bittasida dadamizning suratlari bor, ikkinchisida oyimizning. Bittasini sen taqvolasan, bittasini men. Qaysi birini tanlaysan? Xo'sh, yoqdimi? Ana bo'ldi. Endi ular doim biz bilan birga bo'lishadi. Sen hech qachon bu tumorni bo'yningdan yechma, yo'qotib qo'yma. Hop? Ha. O'zimning singiljonim. Bahrom aka dunyodan o'tganlardan so'ng tog'am o'g'illarga ko'rsatgan qahrlari uchun pushaymon bo'ldilar. Kelinoyim nevaralarini uyga olib keldilar. Chiroyli yoz. Xo'sh. Buvijon, biz dadamizga sovg'a oldik. Tug'ilgan kunlariga sovg'a qilmoqchi edik. Qizaloqlarim, bunchalar peshonalaringiz sho'r bo'lmasa, juda erta yetim bo'lib qoldinglar. Unaqa dema onasi. Bu ham bir sinovda. Qarachi. Hozir. Assalomu alaykum. Keling. Iya. Assalomu alaykum. Kepsiz, keling. Bu joniylar kelibdilar-ku. Assalomu alaykum, Ko'rishinglar. buvijon. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Voy, o'zimni asallarim. Keling Xudo. Qani, o'tiring. Keling, o'tiring. Marhamat. Qani amin. O'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin. Qolganlarni salomat qilib, Ilohi amin.
Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu barakot bersin. Allohu akbar. Xush kelibsiz xudo, xush kelibsiz. Qani qizlar, bu uylarga tez choy damlab kelinglar-chi. Bo'ladi. Ha, ona qizlarim meni. Boringlar. Choydan ehtiyot bo'l qizim, xo'p? Xo'p bo'ladi. Keling, xudo. Ahvollaringiz yaxshimi? Xushvaqt bo'ling. Rahmat. Xudo sabr bersin. Xudo. Men qizlarimni uyimizga olib ketgani keldim. Yo'q demang. Yo'q demanglar. Yo'q demang. Qizaloqlarimni men olib ketay. Yolvoraman. Aybimizni yuvishimiz kerak. O'tirib so'rayman. Yo'q demang, jon Xudo. Men ortiq chidolmayman. Mayli, mayli. Chidolmayman. O'zingizni bosing, xudo. Bo'ldi, yig'lamang. Mayli. Qizlarimizni mayli, mayli xudo. Bo'ldi. Bo'ldi, yig'lamang. Mayli. Qizlarimiz mana kap-katta bo'lib qolishdi. Buvisiga dastyor bo'lib, aqlli, esli, xushli nevaralarimizga hozir hammasini tushuntiramiz. Mayli. U yoqdami, bu yoqdami borib kelib turaverishar. Baxtiya, Labay buvijon. kelinglar. Choy olib keldinglarmi? Olib kelinglar. Keling. Ha, ona qizlarim, ke qizim. Ona qizlarim meni. Kelinglar. Ke qizim. Ke bera o'tir. Ana, mana ko'rdingizmi bo'lsa, bular kap-katta qiz bo'lib, buvisiga, menga dastyor bo'lib qolishgan. Ona qizlarim meni. Endi gap bunday. Xo'p. Bu yer ham o'zinglarning uyinglar, bu uylarniki ham o'zinglarning uyinglar. Ha, bola. Bu yerdami, u yerdami, bemalol o'zinglar xohlagan joyda bemalol borib kelib yashayverasizlar. Xo'pmi qizlarim? Ha? U yoqda ham, bu yoqda ham. Endi shunaqa borib kelib turaverasizlar, xo'pmi? Men sizlarni uyimizga olib ketaman. Dedengiz uyiga. Xo'pmi? Borishadi, borishadi. Xudo. Biz ham agar sizlarni sog'inib qolsak, Ha? ko'rgani boramiz, xo'p? Ha, albatta boramiz. Ha? Bobojon, men oyimlarning rasmlarini olsam bo'ladimi? Ha, mayli, mayli qizim. Ovalaqa, ovalaqa. Oy, ona qizim meni. O'zingiz ehtiyot Sal qiling qizim. buvijon. Darslarni o'z vaqtida Xo'p, tayyorlab. Sizlarni sog'inamiz. O'zim erkatoy, yaxshi bo'ling. Yaxshi boringlar. Bu uylarga qarashib yuringlar, Xo'p, xo'pmi? Xudo. Sog' bo'linglar. Xo'p. Xavotir olmanglar. Xo'p. O'tinglar. Xo'p, yaxshi bo'ling, Xudo. Xayr, Mayli, buvijon. yaxshi O'tiringlar, bo'linglar. bobojon. Xo'p, xayr qizlarim. Rahmat sizga. Rahmat Xo'p. sizlarga. Xayr. Bahromjon. O'g'lim. Bahromim. Meni kechir. Bugun qilayotgan ishimni vaqtliroq qilmaganim uchun meni kechir. Dadang seni juda ham yaxshi ko'radilar. Men buni juda ham yaxshi bilaman. Qaysarliklari uchun sen otangni kechir.
Bizni qalb ko'zlarimiz buncha ko'r bo'lmasa, o'tkinchi dunyoda kechirimli bo'la olmay, hatto o'z farzandimizni ham kechirmay, uni yo'qotgach, bag'rimiz qon bo'lib, qiladigan nolamizning necha pullik qadri bor. Ey Xudojon, o'zing biz gunohkor bandalaringni gunohlarini kechirgin. Allohim, kechirgin. Kiraveringlar. Kiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular sizni nabiralaringiz. Va alaykum assalom. Bular sizni bobangiz bo'ladilar. Boringlar. Dadamiz sizni uzoqqa ketgan deb aytgandilar. Keldingizmi? Keldilar. Dadangiz sizlarni uyimizga olib kelmoqchi edilar. Bobangiz bilan tanishtirmoqchi edi. Rostdan siz bizni bobomizmisiz? Ha, bolalarim. Men sizlarni bobongiz bo'laman. Nega unda siz hech ham bizlarni ko'rgani bormagansiz? Bobangizni ishlari ko'p edi. Shuning uchun bora olmaganlar. Ana endi har kuni birgamiz. Sizlar maktabga o'zlari olib borib, o'zlari olib keladilar. Qani yuringlar, men sizlarga xonanglarni ko'rsataman. Yura qolinglar. Yura qol. Shodiya, uy juda ham katta ekan-a? Agar Bahromni kechirganingizda uni tushunganingizda balki o'g'limiz o'lmagan bo'larmidi. Qon bo'lib oqib yotgan yuragimni battar ezma, xotin. Otalar ko'rmagan baxtni bolalaridan dariq tutmang. Bahrom, bolajonim, meni kechir. Kechir, o'g'lim. Bobojon, Labay qizim. bobojon, ichkarida dadamning suratlari turgan ekan. Yoniga oyimning suratlarini qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Qani, ko'raylik. Albatta bo'ladi, qizim. Qani yur. Ikkalamiz birga qo'yib qo'yamiz.
Buni qarangki, tog'am va kelinoyimning boshlarida yana bir falokat bor edi. Kichik nevaralari Shodiya yo'qolib qoldi. Opa, bobomning haydovchilari yana kechikyapti. Yuring, avtobusda ketaylik. Yo'q, shoshmay tur. Hozir pastga tushib olaylik, balki o'sha yerda turgandir, ha? Bugun necha baho olding? 5. Yaxshi. Sizchi? Albatta 5. Opa, qalamingizni esingizdan chiqarib qo'ymadingizmi? Voy, shoshmachi. Voy, esimdan chiqibdi-ku. Sen shu yerda jim turgin, hop. Men tez qaytaman. Hop. Hech qayerga ketib qolma. Shar. Shodiya? 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 Voy, nima qildingiz? Ey xudo. Falokat o'zi chiqib qoldi. Bolani urib yubordingiz-ku. Tushing ko'ring. Hozir. Voy, tezroq bo'lsangchi. Ushla, boshini ushlagin. Ushla, voy qizim, senga nima bo'ldi? Ushla. Bo'ldi, ketdingmi? Qayoqqa? Voy, qayoqqa bo'ladi? Shifoxonaga olib borish kerak. Qanaqasiz, dadasi, qanaqasiz? Hozir olib borsangiz sizni bolani urib ketdi deb qamavoradi-ku. Ey xudo, bunda nima qildingsan? Uyga boraylik. O'lib qolsa-chi? O'lmaydi. Tez yordam chaqiramiz bo'lmasam. Bo'pti, tezlash. O'tir, tez o'tir. O'tir, ey Opasi. xudo, o'lib qolmasin ish qilib, ey xudojon. O'lmaydi. Qayerdasan? Shodiya? Shodiya? Voy. Mana shu yerga yotqizavering. Oyoqda ushla. Voy qizijonim, o'ziga kelgin ish qilib, ey xudo. Voy sho'rim, endi nima qilaman? Menga qara xotin. sho'rim, Men qo'rqib ketyapman. Mabodo o'lib qolmasimkan-a? Ey, laqillasdan bor suv olib kel. Bu Hozir. o'zingni qara, tez hozir. bo'lsangchi, imlamasdan yugur. Oyi, bukam, unga nima qildi? Shoshilganimda bor oyog'imni tegdi o'ralashma. Tur. Voy, tezlash, imlamasdan tezlash. Mana boryapman, dadasi. Sekin, yana Mana. qo'shni eshitmasin, sekin. Sep. Ana. Voy. Hozir o'ziga kelib qolsa kerak. Ko'zi qimirladi. Xotinjon ko'zi Hoy qimirladi. qiz. Qizaloq, ko'zingni och. Ey qiz. Ko'zini ochdi. Xudoga shukr, o'ziga keldingmi qizim? Seni isming nima? Voy, Ana. voy. Qizaloq, seni isming Gapir nima? qizim, gapir. Voy qizim menga qarayapti. Seni isming nima? Ali, Bilmayman. endi nima qilamiz, a? Anu haligi uying qayoqda? Ota-onang kim bilasanmi? Esimda yo'q. Voy.
voy ko'rdingizmi dadasi avtohalokatda xotirasini yo'qotgani uchun 10 yil qo'shib beradi hammasi bo'lib 15 yil o'tirasiz o'chira ovozingni ahmoq. Buncha nafasing sovuq. Unda ko'ra ayt. Nima qilamiz buni, a? qizni uyda olib qolamiz Qana qilib? Sen kalang bormi? Qo'ni qo'shnilar so'rasa, bu kim desa nima deb javob berasan? qarindoshimizni qizi boqishga qiynalib qolibdi olib kelib oldik deymiz Oyjon, ichib oling. Oyi, Oling yanga. iching, unaqa Qo'lingizni qilmang, ichib oling. iltimos. Icha qoling. Qani? Oling. Ana bo'ldi. Alo, o'rtoq polkovnik. Bu men Iskandar akangizman. Nabiramiz. Shodiya Hamidova yo'qolib qolgan edi. Xodimlaringizga xabar bergan edik. Biror yangilik bormi? Hech qanday gap yo'q deng. O'rtoq polkovnik, iltimos sizdan. Agar biror yangi xabar chiqsa, albatta bildiringlar, xo'pmi? Iltimos sizdan. Nabiram topilarmikin? Topiladi, oyijon, Topilarmikin? topiladi. Ninamidiki topilmasa, topiladi, mana ko'rasiz. Topiladi, Robiya, topiladi. Oyi, Albatta topiladi. Yaxshi niyatla qiling. Topiladi albatta. oyijon, ammam to'g'ri aytayapti. Yomon narsalar haqida o'ylamang, mana ko'rasiz, topiladi. Amma Albatta, albatta. Qayerdasan bolam? Qayerdasan bolajonim? oyijon. Oyi, Siqilmang. Hammasiga siz aybdorsiz. Sizni bag'ri toshligingiz aybdor. Qiziqsan, Robiya? Men nima qildim? Nima qildim emish? Hammasiga men aybdorman. Men agar sinfga qalamlarni deb chiqib ketmaganimda, singlim yo'qolmas edi. Meni deb singlim yo'qoldi. Men aybdorman. Bo'ldi. Yig'lama, xo'pmi bolam? Sen aybdor emassan bolam. U bu yerga o'ynab chiqib ketgandir. ha, Siqilma bolam, siqilma. Ha, biror sinfdoshinikiga ketgandir. Hali zamon kirib keladi. Ha? Siqilma. topiladi, yanga. oyijon. Bolam topilarmikin? Dada, dori beraymi Yo'q, sizga? yo'q, kerak emas. Bo'ldi, o'zingni bos, Robiya. Topiladi. Topilmay qayoqqa boradi? Siqilmang, mazangiz qochib qolmasin. Hay. Olib ket. Yiroqqa, yiroqqa. Bo'l. Siqilmang yanga. Hali zamon kirib keladi. Jaholat yaxshilikning kushandasi. Jaholatga berilgan odam noinsof odam deydilar. Shuning uchun ham men o'g'limga va uning oilasiga noinsoflik qildim deydilar. Bu gunohimni yuvish uchun butun umrim yetarmikan deb bechora tog'am keksaygan chog'ida vijdon azobida qoldilar. Yaxshi ish bo'lmabdi. Mana seni xizmat haqqing. Fotograf Rahim Sadirov. Shundoq ham ezilib ketyapti bechora. Xiyonatkor erkaklar uchun ayollar ko'z yosh to'kishlari kerak emas. Noinsof. Senchi, a? Tegmonga. Ko'chada erkaklar kam ekanmi? Homilangiz ichingizda nobud bo'lgan. Ko'p qon yo'qotgansiz. Voy bolam, Hammasi voy bolam. Iloyo, nomi ko'chsin.
Pusht kamarimdan bo'lgan o'g'lim bugun yelkamdan pichoq sanchdi.